Ana. Yaxshi qiz bo'lamiz. Yaxshi qiz. Ay. Yaxshi qiz bo'lamiz. Bo'qim yeb charchab kelganman. Shunga nastroyenimni ko'taryapman sizlar bilan. Nimaga? Krisdan keldim o yaqinda. Samaraga uchmayman, ammamni yenjalab. Shunaqa Samara pizdes, ishoninglar. Dron. Ha, atelov qilaman. Interesting bo'lsin haligi hangoma qilayotgan maqsad. Hangoma просто bolalarni xursand qilaman. Yigitlar xursand bo'linglar. Atelab nima qilaman? Armon bo'lib qolmasin sizlarga deb. Nima qildi? Bir ko'rsa, ko'zi to'ysa, hech narsa qilmaydi-ku, to'g'rimi? Bir ko'rib ko'z to'ygan bilan bir ko'rib ko'ngil berib, Majnundek seni sevib bo'lib qoladimi yoki? Bilmayin xato qilibman ey. Aldagan shahlo ko'zing, boldayin shirin mamang. Men buni qaydan bilibman ey? Qaydan bilibman? Bir ko'rib ko'ngil berib, Majnundek seni sevib, bilmayin xato qilibman ey. Muncha qiyin ekan buni o'tkazish ana. Salom balkon. Qalaysizlar? Uyalib ketyapman. Qattiq uyalyapman. Ay, tegmani yetib qo'y. Mumkin emas. Usur. Unaqa qilmanglar. Unaqa gap gapirmanglar menga. Voy, balkon. Я не такой человек. Я не такой девушка. Балкона. Балкона. Salom, qalaysizlar? Ancha vaqt ko'rmay ketdim, bilasizlarmi? Ko'chada просто efir ochgan bo'lsam, chumoga o'xshab yurgan anaqam. Sochilib qotlanib ketdim ko'chaga. Mayli, xo'p, sabr. Qizing beraman. Voy onajon. G'ulomjon nima deganingni tushunmadim. Afsuski qiz farzandim yo'q. Agar qiz farzandim bo'lganda men seni dalilmamni topib sikib og'zingga basharalaringga berardim. Keyin ko'nglimni mundoq xotirjam qilib o'tirardim. Bir nimani do'ndirib qo'yganga o'xshab. Rahmat Umidjon. Tushundingmi? Afsuski qizim yo'q. Afsuski emas. Qizim yo'q meni. Bo'lganda men seni og'zingga sikardim. Meni nafsoniyatimga, meni oilamga til tekkazgan odamni amini yetirardim, seryozni. Meni gapir, meni xo'rla. Og'zaki orzularni qil, sikib kelaman deb, boshqa deb. Yolg'onlarni to'qi, sikkanman, kecha gostinitsaga olib borganman deb. Lekin og'zingga beraman. Birontang meni shaxsiyatimga kiradigan bo'lsang, Allohga